Oyoq to'pdan chiqgan ekan. To'pdan joyiga soldik. Nasib bo'lsa yaxshilab olib qo'yamiz. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum guruhlar. Hamma sog' salomatmi? Aka, og'riq juda kuchli-da guruhlar. Vobga og'riq kuchli-da. Aka 5 minut og'riq qoldi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Qo'li yengil tabib. Aka 15 kun, 20 kun oldin bu oyoq hozir chap oyog'imiz, o'ng oyog'imiz shunaqa bo'lgandi. O'ng oyog'imiz ham xuddi shunday 15 kun oldin shu holat bo'lgandi. Oyoq og'riq hamma narsa joyiga tushdi. Endi hozir bir ma'lum bir sababcha bilan, arzimagan sababcha bilan chap oyog'imiz bo'ldi. Ya, gap yo'q, qo'li gul tabib. Ishonaveringlar, Guluppaga salom. Rahmat. Mana nasib bo'lsa aka oyoq to'pdan chiqqan ekan, joyiga soldik. Inshaalloh hozir ustidan yana bog'laymiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi nasib bo'lsa inshaalloh.